Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz Los Anjelesdamiz. Xudo xolasa mana trekchamiz. Bugun biz Rolls-Royce'ni qabul qilib oldik. Xudo xolasa mashinamizni yili 2022-yil. Faralari ham juda ham chiroyli mashina. Buni bugun biz egalaridan qabul qilib oldik Los Anjelesdan. Xudo xolasa bu mashinamiz Jorjiya shtatiga ketyapti. Nasib bu mashina haqida qisqacha obzorchasini qilib boramiz. Mashinamiz juda ham chiroyli, ichki qismlari ham mochni mashina ekan. Bu mashinadan birinchi marta olishim hali. Bu mashina haqida qisqacha obzorini qilib boraman, xudo xolasa. Mashinamizni hozir trekka yuklaymiz. Yuklash jarayonlarini qo'yib boraman, xudo xolasa. Mashina juda ham myaxk yurayapti. Ichlari ham vahshiy mochni mashina ekan. Xudo xolasa hammamizga nasib qilsin. Shunaqa mashinalardan minishlik. Xudo xolasa treylerga hozir chiqaramiz mashinamizni. Ortish jarayoni xudo xolasa. Ichki qismlarini ham ortishdan avval bir qator ko'rsatib o'taman. Mashinamiz yeyman deb turibdi-da. Hammaga nasib qilsin. Hozir ichki qismlarini ham ko'rsatib o'taman bir qator nasib bo'lsa. Orqa eshiklari ham, ichkarilari ham juda ham myaxki, komfort mashina ekan. Treylerga ortib olamiz mashinamizni. Xudo xolasa ortish jarayoni ehtiyot bo'lib, juda ham qimmat mashina ekan bu. Orqa tomonlari bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa bundan da qiziqarli videolar qo'yib boramiz. Rahmat.